Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Iroda Mamadiyevaman. O'zbekistonda tillarni biladigan, salohiyatli, sog'lom aviatsiyaga kirishni istaydiganlar ham ko'p, lekin bizda yetarli ma'lumotlar bazasi yetishmaydi. Yoshlarga yo'nalish berish maqsadida Online Aeropass Academy nomli aviatsion akademiyani tashkil etganman. Agarda mana shu mavjud onlayn akademiyani offline shaklda ochsak, nima kerak bu uchun? Bu uchun agarda iloji bo'lsa shu aviatsion ruhda tayyorlangan bino bo'lsa, oddiy Emiratesni misol qilsak 25 mingdan ortiq ishchilari bor. Lekin o'zbeklar juda ham kam. Agarda biz mana shu salohiyatli yoshlarimizni to'g'ri yo'naltirsak, bizning O'zbekistonimizdan ham bunaqa yoshlar juda ham ko'p chiqishi mumkin va ishsizlik soni kamayishiga ham anchagan sabab bo'lardi. Avvalambor Irodaxon akademiya ochganingizni ko'rib, har bir sohada o'zi sizlardan izlashimiz kerak ekan. Namuna Alisher, bino topasan Irodaxon bilan birgalikda taklif kirgizinglar. Bir haftada biz sizga taklif kiritamiz.